Dubaydagi eng eksklyuzivniy Ford Bronco'lardan bittasi. Albatta bu custom edition bo'ladi. Bilasizlar, xabaringlar bor, Ford Bronco pick-up holatda kelmaydi. Bu SUVlar oilasiga mansub bo'ladi. Bu avtomobilimiz custom edition qilinib, orqa tomoni uzaytirilgan va pick-up holatga olib kelingan. G'ildirakka bitta ahamiyat beramiz. R22 va 38 g'ildirak bo'ladi. R22 diskaga. Albatta bu tomonda afsonaviy Nissan Patrol'ning g'ildirak ko'rinishi, bu tomonda esa custom edition qilingan Ford Bronco'ning. Albatta ustiga qoplama qilingan. Bu qoplamani o'rniga sizga zirhli ham qilib yetkazib berishimiz mumkin. Faqatgina maxsus buyurtma orqali B4, B6 va B7 ham o'rnatib berishimiz mumkin. Tushungan. Albatta narxlari komplektatsiyadan kelib chiqqan holatda kunlik narx beriladi. Aloqaga chiqsanglar, kunlik bizga hisoblab berishimiz mumkin. Alohida hadovoy uchastga e'tibor beriladi. Alohida bamferlarga oldi orqa kuchaytirilgan silovoy ustunovkalar ham o'rnatilgan bo'ladi. Agar sizga ham eksklyuzivniy avtomobillarning e'loni, ularning to'lovlari, ularning bojxona qiymatlari qiziq bo'lsa, Telegram kanalimizda batafsil bu haqida yoritib boriladi. Obuna bo'lib, bemalol tomosha qilishingiz mumkin. Havola profili yuqori qismida.